Hamma jamiyatlarda g'alati, johilona odatlar bor, lekin bu ahmoqona odat haqida ko'pchiligimiz bilmaymiz. Voy! Tarixda uzoq safarga chiqish yoki katta bir muhim qaror qabul qilishdan oldin qush uchirar edilar. Qush degan arab tilida tayr, qush uchirish esa tatayur ma'nosini anglatadi. Demak, agar qush oldinga yoki o'ngga uchadigan bo'lsa, bu ularga umid baxsh etib, shu ishni qilishga jazm qilar edilar. Agarda qush chapga yoki orqaga uchadigan bo'lsa, bundan ular shumlanib, shu ishni qilishdan voz kechar edilar. Bir jamiyat bir yomon ishni ming yillar davomida avloddan avlodga o'tib qilib kelishi mumkinmi? Ha, buni bashariyat juda katta qismi qilib borgan. Buni biz qush uchirish ma'nosida ko'rishimiz mumkin. Buni Samud qavmi, Firavun qavmi, hattoki payg'ambarimiz paytlarigacha ham bashariyat shu ishni bajarib kelgan. Agarda bu ma'lumot siz uchun qiziq bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling va shu kabi g'alati agar odatlarni biladigan bo'lsangiz, uni izohlarda yozib qoldiring.